Bu yili mahalladoshlar bilan sumalak qilishga ulgurdingizmi? Ha, albatta ulgurdik. Huvaydo Residence ahil oilasi bilan juda ham chiroyli sumalak partiya o'tkazdik. Qo'shnilar bilan ahil bo'lish juda ham maroqli edi. Mastavani qarang, mastavani. Bunaqa go'zal mastavani hali ko'rmagansizlar. Dasturxonimizga necha baho berasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Tarqagan bo'lsanglar, videoni boshida nechinchi kisloda bo'lib o'tganini sumalakka yozib ketganman. Shu uchun Sumalak Party Plus Ramazon dasturxonini yozib yubordik. Shu shiringina somsalarni o'zim qo'limdan qildim-da. Mana mastavalarimizni suzyapmiz. Oshimizga necha oshimizga shunaqangi sayravor tugurchlari ham yugur yurtdi, qaranglar. Ahillikda gap ko'pda, ahillikda barakani ham shunday yog'dirib yubordi Allohim o'zi. Birin-ketin qo'shnijonlarimiz chiqishni boshlashdi. Ko'rib turganingizdek juda ham go'zal suratda Sumalak Party Plus iftorlikni ham o'tkazib oldik. Tonggacha juda ham qor ko'p yog'di, lekin sumalagimiz shunaqa chiroyli, shunaqa mazali chiqdi. Yegan odam voy dod devoradigan sumalak chiqdi o'zi ham. Shokoladniligini qarang. Endi bo'lsa bu videoni bilasizlar kimga yuborib qo'yish? Mahalladoshilarga yuboringlar. Har yili sumalak qilaylik, sumalak qilaylik deb har yilini quruq gap bilan o'tkazadigan mahalladoshingizga yuborib qo'ying. Bay qaranglar bu sumalakni. Sumalak yoqtiradigan tanishinglarga ham yuborib, bitta like ayamisizlar degan umiddaman.